Dali Karnikning bu hikoyasini anglaganmi? Dali Karnik 20-asrdagi amerikalik mashhur faylasuf, psixolog, muvaffaqiyatshunos. Endi bu psixolog bo'lib, beliqdek ruhiy kasallarni davolaydigan, mandaq psixikadan maslahat beradigan mandaq psixolog emas, balki Amerik yoshlarining o'z nishon tepish, muvaffaqiyat qozonishga yetaklagan, eng cho'ng g'oyasini to'kib ko'rsatgan bir büyük şəxs. Aldın qətəməlik orbita qanunu sözlüyə vaxtımızda unda olsa yeş çoğunlağıcı digən nəsil ki toxtab qalğan. Dali Karnikning 50 yaşdan aşqan bir adam körsətən bir hikayəsi var. Anlap baxınlar, hər birinlərə faydası olqas əcəb emas. Hikayə səl uzun, mənə bir əxsiz jürək birib göncu qollab anlasanlar. Yine vaxtda Dali Karnik internel xoluğan nurgun yaşlarını muvaffaqiyat qazandırıb, muşundaq bir hörmətki sazavər oğa vaxtın üzdə bir karxançı vəkə. Anç köp kitapni o'qimaydigan, arzon elib qimmatsiz payda asamni buldi deydigan bir korxonchi vaka. Endi lekin bu pulni topgan vaqtda buzib ketib, shuni 50 yoshlarga kelganda to'liq vayron bo'pti-da bu. Nurg'un qayziga bo'g'ilib, hech nimiz qolmabdi. Uylarimiz setilib ketibdi, xotin bolalar buni tashlab ketibdi. Buni bilan bu vaqt qarsa bu 50 yoshga kirib bo'lgan vaqt. Hey, mening umrim mashinchilikka o'xshaydi deb hayotdan umid uzay deb bu berib New York yeliq osmon ko'rigiga chiqib biz sakrab ulib olaymish edin deb tug'an vaqtning o'zida bu oldidagi egiz binoda Dali Karnikning bir xaybosini ko'rib qolganda yo'g'onilik muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, kelgusi nishoningizni topmoqchi bo'lsangiz Dali Karnikdan maslahat so'rang. Dali Karnik nurg'un yoshlarni muvaffaqiyat qozondi. O bu degan narsadan ko'rgandan keyin to'xta, mushundaq bir odamning ismini anglagandim rost. Men hozir berib shu Dali Karnikni bir izlab baqay. Masha adam bilan bir ko'rish baqay. Nim deydi u menga? Navada menga yaxshi yo'l ko'rsatib beralsa, kin muvaffaqiyat qozonalligidagisa, pul topaligidagisa deb qolsa, ash digini chiqib baqay. Bo'lmay qolsa, onundan keyin kelib ulvasam buldigu bu jenim bir yoqqa ketmaydi deb berib Dali Karnikning uyiga bordi ekan. Bu vaqtda Dali Karnik bir choy ichib o'tiribdi. Şunu olan bir işkin çekken assa bir 60 yaşla öpçörüzki bir boğay tuğa. Ben sizden muvaffaqiyat qazanış doğruluk bir mesele sorab geldim de. Endi ma 50 yaş kirgen adam ma vayronchilik tufaylidan 60 yaşlık bir mo'yis siyaqqa kirib qolganda. Şundan bunun qamal qilib endi uyga boshlaydi, uy kirib o'ltagandan keyin bu boğay o'zininki hikoyasini deb berdi-ki. Qadir xotin bolalarimni tashlab ketdi, hech nimam yo'q. Men sizga ulvanmoqchi, men sizning narsangizni ko'rib keldim. Navada siz meni muvaffaqiyat qozona olaysa, buningdan keyin yana pul topa olaysa deb qolsangiz, sizning deganingizni sinab baqay. Nat bo'lmaydi desangiz, men hozirla berib ulib olaman degandan keyin, endi bundaq desa Dali Karnik nimga olaydi o'ylab baqinglar. Ham sizning yeshing bir yak beribdi, muvaffaqiyat qozonolmaysa desa, bu ulib oldi. Endi bu ulib olsa Dali Karnikning yuziga imsa, Dali Karnik bizni boshladib o'ltirib etibdi. Uni muvaffaqiyat yo'lini so'rab kelsa, degan keyin Dali Karnikning bu odamning kayindan asta ulib olsa bo'ldi. Bunun bilan amal yo'q, Dali Karnik bu odamga debdi. Sen nemini eng yaxshi ko'rsa, hayotingda eng yaxshi ko'radigan narsa nima deganki, men mash pulni yaxshi ko'rma, dollarni eng yaxshi ko'rma degandan keyin, unda bo'lsa sen mash pul to'g'riliq, iqtisod to'g'riliq nechbach kitob o'qib baqding degandan keyin, men bunday kitob o'qib baqmadim. Nerede payda olsa, nerede arzonlanib qimmat sotqilib shuni qilib kelgan degan keyin, unda bugundan boshlab kunda 2 saat sen maş iqtisod haqida kitob o'qiysa, bu yaxshimi o'qiysa, qoy yaxshimi o'qiysa, og'rib qolsangmi o'qiysa, aldirash bo'lib ketsangmi o'qiysa, kunda chuqum 2 saat mudzi maş iqtisod to'g'risidagi kitoblarni o'qiysa, uningdan boshqa vaqtda bir 8-10 saat ishlab bir qo'sqo'ngni o'qib ancha-muncha iqtisod yaratib tutibsang bo'ldi. Mushunda qilgandan bir sen 5 yildan keyin yomon emas bir odamga o'zgarsa, 10 yildan keyin rasmiy millionerga aylanib pul topa olaysa debdi. Degandan keyin bu odam Dali Karnikni qarab ketib, 10 yildan keyin rost pul topa olaymanmi degan keyin, rost topa olaysa, lekin sen mening deganimni qila olamsa, qilamamsa shuni qilib, men qilaymiz xo'sh 10 yildan keyin ko'rishlik deb buni yo'lga so'yibdi. Ular bu Dali Karnik o'ylab qopti-chu, bu kasbni xato tanlab qoldimi nima? Burun bir 20-30 yoshli yosh qo'yli izlab keldi. Bulg'u texi yosh bunga maslahat ko'rsatsam, umri bu anki nurg'un ishlarni qila oladi. Endi bu 50-60 yoshlik bu qeyrib ulaydigan go'y tuzilimiz deb kegil tursa, bu qanda olib ketdi deb xiyol surib, aram yeb qepti. Aradan rost degandek bir 10 yil o'tgandan keyin tas bingli mashindan birsi tushib, sho'pirsi ishini yechib berayotgan, birsi Dali Karnikni izlab kelibdi. Shuzir kiyingan paychek sohasida xil g'ulg'ul qo'zg'agan bir katta boy. Dali Karnikning qichqirib kelgan siz meni tunidingizmi degan keyin Dali Karnik turib ketib,
Sizni shu gezit ko'rib ekanman, mana pay chek sohasida xil nima qildi deb anglagan. Qandaq meni izlab bir ishingiz bormidi degandan keyin kulib ketib debdi. Efendim 10 yil burun men o'lib olmoqchi bo'lib sizni izlab kelgan isingiz keldimi deb eliq hikoyani debdi. Degandan keyin voy ras, mushundaq bo'lgan. Deganki shu odam men shu deganki dalikarni ishonmabdi. İşengenken bu adam depirdi. Men siz bilan xo'shlashgandan keyin hayotimga bir nishon topgandek bo'lib, siz degandek iqtisod to'g'risida kitoblarni o'qib kunda 8 soat mashin yuymay, tozlik qilmay, ishlaymay qo'sqimni baqdim. Qolgan vaqtda siz 2 soat degantingiz men kunda 4 soatlab kitob o'qidim. Baribir qildigan ishim yo'q mening. Kichkina bir uyni ijaraga kelib yotgan xotin bolam bo'lmagan keyin kunda 4 soatlab kitob o'qiyman. Barbara men o'qiydigan kitoblar tugab ketdi deydi. İqtisod to'g'risidagi, pay chek to'g'risidagi men o'qiydigan kitoblar barbara tugab ketdi. Yaxshi kitoblarni necha qitimlab o'qiyotdim. Shuning bilan jurnallarga mushtir bo'ldim deydi. Jurnaldagi iqtisod to'g'risidagi maqolalarni o'qib barbara buniki xatolikni tepib oldim deydi. Ba'zi o'ttir qo'ygan nuqtai nazarlarning xatoligini o'qib qoldim. Shuning bilan o'ltirib, o'zimcha buni obzor yozib qo'ydim deydi. Obzor yozib avatsam, bu e'lon qilinib qoldi. Buningga ancha-muncha qalama qildik-a. Shuning bilan ham ishlab, ham qalama topqash, endi men pay chek to'g'risidagi nurg'un kitoblarni o'qib ketgachga, buning ozroq qonuniyatini bilib oldim deydi pay chekining. Shuning bilan topgan pulimni olib pay chek sohasiga mablag' soldim. Pul topqildim. Shuning bilan pay chek sohasida ozroq tunildim. Ham eliq maqolalarni ancha-muncha yozdim. Shuning bilan bir qism oliy maktablar meni taklif qildi deydi. İqtisod to'g'risida, pay chek to'g'risida bir leksiya so'zlab bergan bo'lsangiz deb. Shuning bilan pay chek sohasidagi muvaffaqiyat qozongan xil cho'ng bir boyga aylandim. 4 universitetning taklif professori men iqtisod fanlari haqida so'zlayman. Bugun shaxsiy kartamda 1 million dollar pul tushibdi ekan. Darhol sizni izlab keldim. Mana men quruq chek emsa 1 milliongacha xohlagancha pulni yozib olsangiz bo'ladi. Bu mening sizga degan rahmatim debdi. Degandan keyin dalikarni kulib ketib, men buning 1 million deb yozib olsam, hamma pulingiz yo'q bo'lsa qanday qilasiz degan keyin, "Voy, ishqisi yo'q. Siz hamma pulimni aketgan bilanmi, siz menga o'rgatgan men bilim, ya kallamda bor. Men hozir chiqsam ham yana 1 yil qolmaylar buni natijasida pulni topa olayman" deb rahmat aytibdi. Qaranglar, demak 50 yoshli odammi nishonini topgandan keyin 60 yoshda millioner bo'lib ketibdi. Demak, bizmi hargiz kechikmadik. Hayotimizdagi shu o'zimiz qilmoqchi bo'lgan nishonimizni belgilab bo'lgandan keyin shu nishonimiz uchun kunda ma'lum bir yetarli vaqtni chiqarib, yetarli tirishsaqlar, bizmi chuqum shundaq muvaffaqiyat qozona olamiz. Shaxsan men ishinaman. Sizmi ishinamsiz?